Ijtimoiy tarmoqlar yana portladi. Rahmatli mashhur aktrisa Halimaxonimning opasi foydalanuvchilar nazarida kuyovini yerga urib, hurmatsizlab tashladi. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Opasining so'zlari quyidagicha: 17 yoshgacha ota-onamning hovlisida yashaganman. Hamma ota hovlim deb gapirsa kerak menimcha. Gapirasizlar, ota hovlimga bordim, ona uyimga boraman deb gapirasizlar. Endi ota hovlim bo'lgandan keyin ota hovlim deyman. Kuyovimning uyi emas bu, otamning uyi, meni uyim, ota-onamning uyi u yer. Shuning uchun biz borganimizda agar Halimani videolarini kuzatayotganingizda e'tibor bersalaring, meni bugun opa-singillarim keladi. Men ota hovlimda turaman-da, shuning uchun menikiga jigarlarim keladi, shu yerda yig'iladi, yaxshi ovqat qilib kutib olaman, o'tiramiz deb gapirgan joylari bor va menga negativ yozishlaringizni foydasi yo'q. Meni ota hovlim, meni jigarimning hovlisi. Meni jigarimning bolalari turadi u yerda, kuyovim turadi. Hammalaring savol beryapsizlar. Kuyovga kun bermaysizlar deb qayerda eshitdinglar? Yo kuyovim sizlarga borib video qildimi? Iltimos o'zlaringda bo'linglar, orqamni kovlamanglar. Hech kimni ota-onasi jigari o'tmasin. Hech kimni bizga o'xshab ota uyiga borganda ota-onasini jigarini qumsamasin. Ammo hammaning ham ota-onasi abadiy emas, jigarlari abadiy emas. Hamma bir kun o'tadi. Hammamizdan qolar omonat dunyo bu dunyo, deydi marhum aktrisaning opasi. Uning gapirish ohangi esa foydalanuvchilar tomonidan qo'pol kutib olindi va negativ izohlar to'lib ketdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz qanday? Rahmatli Halimaxonimning opasi to'g'ri gapirdimi yoki noto'g'rimi? Albatta izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bizdan uzoqlashmang, Yangiliklar.uz kanaliga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.